Hammaga salom. Soat 22:32. Ozgina vaqtdan keyin 30 yoshga to'laman. Tug'ilgan kun men uchun juda ham oddiy kun. Hech qanaqa hayajon ham bo'lmaydi, xursand ham bo'lmayman, xafa ham bo'lmayman. Bu videoda nima demoqchiman? Men shu yoshga kirib, nimalarni tushunganim haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Balki bular 5-6 yil o'tib o'zgarar. Chunki 25-26 yoshimdagi tushunchalarimdan hozirgi o'ylarim ancha farq qiladi. Xo'p, nima demoqchiman? Siz 20 yoshmisiz, 30 yoshmisiz, 40 yoshmisiz va sizdagi holat hozir yomonmi, biling, demak sizning vaqtingiz hali kelmagan. Hamma narsani va hammani o'zini vaqti borligini tushundim. Rostdan shunaqa ekan. Misol uchun, qaysidir o'rtog'im 25 yoshida Spark oldi, 29 yoshida Gentra'ga almashtirdi. Men bo'lsa 29 yoshimda Malibu oldim. 30 yoshsiz, uylanmagansiz, lekin 25 yoshda uylanib ajrashgan boladan holatingiz ancha yaxshiroq. Joyda eshitgandim, hech qachon kech qoldim demagin. Sen doim ayni vaqtidasan. Xuddi shunaqa. Sizning ham vaqtingiz qachondir keladi, siz ham shu narsaga erishasiz. Prosta bu narsani ertaga yo'q. O'zingizga kech qoldim degan narsani olib tashlang. Men shu narsani tushundim. Yana nimani tushundim? Hamma narsani tugadi deb o'ylaganingizda endi boshlangan bo'lishini tushundim. Chunki bundan 5-6 yil oldin akamning to'yi, uyi remont deb kredit, qarzlar olib tashagandim. Prям tupikka borib taqalgan paytim edi. O'shanda Murod bilan Abdulloh bilan mana shu blogerlikni boshladik. Haqiqatan tugadi deb o'ylagan narsam shu, tugadi, bo'ldi, dabdala bo'lib ketdi hamma yoq deb o'ylagan joyingdan chiqib ketib qoldik. Yangi tanishlar, yangi bolalar, yangi do'stlar orttirdi. Shunaqa. Asosiysi yashashdan, harakat qilishdan to'xtamay, qanaqa holatda, qanaqa muammoda, qanaqa musibatda bo'lishingizdan qat'iy nazar eng yaxshi yechim bu yashash. Yashash kerak. O'lmadingizmi, demak hayot davom etaveradi, bo'ldi. To'xtab qolish kerak emas. Endi 30 ga kirib aqllilik qor demanglar. Prosta mana shu 30 ga kirib nimani tushundim degan narsani bugun o'ylab o'tirdim, deymi? 30 ga kirganimda mana shunaqa narsalarni tushundimman. O'zimga savol berib, shunaqa javoblar oldim. O'sha tugagan joydan boshlandi degan hayajon bor. Cho'ta kamera oldi. Birinchi marta hayajonlandim edi. Tugagan joydan boshlandi deganda men mana shu komandamga bolalarni uchratdim. Hammaligi Farhod, Abdurahim, Ulug'bek, Murod, G'ulom, Abdulloh, Saidakbar, Alisher, hammaligi zo'r bolalar. Hammalarini yaxshi ko'raman va albatta onamga katta rahmat aytaman, har doim meni qo'llaganlari uchun. Va sizlarga katta rahmat, doim podдержка bo'lgani uchun. Aqllilik qor demanglar, prosta aytkim keldi. Xullas 30 yoshim muborak bo'lsin. Bo'ldi, o'chi.